Yosh topish. Sen yoshingda maktabga boriladimi? Borlar. Boriladi. Yaxshi. Yoshingizda o'zi mustaqil bo'ladimi? Bo'ladi. Sen yoshingda pasport olgan bo'lish mumkinmi? Yo'q, siz yoshingizdachi? Конечно, mustaqil bo'lgandan keyin pasport olgan bo'ladi. 2 hours late. Mak. Sen yoshingda adabiyot fan o'tiladimi? Maktabda. O'tilsa kerak. O'tiladimi yo'q? O'tiladi. Siz yoshingizda uylangan bo'ladimi? Endi odatda uylangan bo'ladi. Demak, 20-25 oralig'i. Xo'p, sen yoshingda birinchi muchal bo'lgan bo'ladimi? Xudoligizga qarang, yo'q. 25 25 yosh. Yo'q. Hop. To'xtang, savol beraymi? Sen javob aytaysan, variant aytaysan. Bo'ldi, yo'q dedim. Boshlanish sinf tugatgan bo'ladimi? Bo'ladi. Boshlanish sinf tugatgan bo'ladimi? Boshlanish sinf 4-sinfgacha boshlanish sinf bilaversinlar. Eng qizig'i 4-sinf necha yosh bo'ladi? 11 yosh. Bilmadim. 11 yosh ekan, deyman. 11 yoshmi?